44-trek. Ona yurt shamollari. 28-fasl. Qul hoji Ahmad so'zlagani haqni yodi, eshitmagan do'stlariga qolsin pandi, g'urbatlanib o'z shahriga qayta yondi, Turkistonda mozor bo'lib qoldim mano. Ahmad Yassaviy. Shayx karvoni Qoraqumning qahratonida 40 kundan mo'lroq yo'l bosib, nihoyat Sayxun bo'ylariga yetib keldi. Kemachilar maxsus solni jihozlab, pir murshidni sohilda kutib turishardi. Hazrat bismillah deb solga qadam qo'ydi. Daryo osuda jimirlaydi. Shayx olmadek oppoq pufakchalar hosil qilib, bir tekis oqib borayotgan suvga termulib qoldi. Nasli bashar umri ham misli mana shul suv ermish. Oqar suvdek so'nggi manziliga intilarmish. Biz ham manzilga yo'qlashdik. Dag'iy bir manzil. Andan keyin Hazratning 2 qabatida 2 dil mahrami Sulaymon bilan Bobomochin nenidir shivirlashib so'zlashadilar. Sol daryoning o'rtasiga yetganda shayx o'ng tarafiga o'girildi. Boboqul, suvdan oling, dedi. Bobomochin uchib turdi. Ilgakdan qog'o olib daryoga engashdi. Yog'och paqirni suvga to'ldirib, shayxga tutdi. Shayx qog'odan bir qultum ichdi. So'ng 3 karra yuzini yuvdi. Shukrilloh deb qog'oni Boboqulga qaytardi. Bultur subhi sodiqda masjid tomida o'ltirib, behish daryo Sayxun ila vidolashgani yodiga tushdi. Haq taoloning sharofati ila tag'in otayurt shamollariga yuz tutib turgani uchun yaratganga sano aytdi. Xayoli isvijobga qo'shdi. Yolg'iz o'g'li Ibrohimni, Ruqiya bibini, qizlarini o'yladi. Xotirini Sulaymon bilan Bobomochinning gurungi buzdi. Boboqul qog'idagi suvni daryoga to'kmadi. Tabarruk deya boshiga ko'tardi. Nafas olmay bo'shatdi. Oh tortdi. Lekin sayxa tortgani shayxdan andisha qildi. Sulaymon lutf uzatdi. Otash o'chdimi, mulla Boboqul? O'chdi, dedi Bobomochin tamshanib. Sayxun suvi totliqda, og'a, yetkazganiga shukr. Sayxun Sulaymonning ko'ksida jayxun bo'lib aks sado berdi. U piri murshidning va'dasini esladi. Xonai muborakdan qaytgach, sizning-da mushkulingizni yechgaymiz, Sulaymon qul. Ichi sidirildi. Jayxun sari qaytar kunlar yaqinlab qolganini o'ylab, yuragi hapriqdi. Sol narigi qirg'oqqa borib to'xtadi. Sohilda shayxni 100 chog'li izdihom peshvoz kutib turardi. Olomon boshida Sobron hokimi Samariddin Qovchin, qabatida Sovronning ulamoyu umarolari. Shayx Boboqul ko'magida soldan tushdi. Olomon guvrandi. Pirim, tuqqan yurtingizda xush ko'rdik. Qadamlariga hasanot, degan olqishlar yangradi. Samariddin ildam kelib pirning etagini tutdi. Ko'zlariga surtdi. Pirim, qoshu ko'zimizning ustiga xush kelibsiz. Sizni intizorlik ila kutdik. Qadamlari muborak, al muborak. Uning jonsarak ofariniga javoban shayx bosh silkib qo'ya qoldi. Samariddin pirning tirsagidan tutdi. Shayxim, siz vali ne'matimizga atab xos joy hozirlab qo'yib berdik. Marhamatingizdan umidvormiz. Suhbatlaringizni sog'indiq, pirim. Hazrat chimirildi. U ko'p yillar muqaddam Sobronda ulkan xonaqoh bunyod ettirgan. Dashti Qipchoqning 4 go'shasidan keluvchi tariqat ahli uchun bu xonaqoh bir qo'nalg'a, miskin musofirlarga boshpana edi.
Sobronga yetsa ushbu ibodatxonasida bir necha kun istiqomat qilishni ko'ngliga tugib qo'ygan edi. Sulaymon hokimning yonini olgan bo'ldi. Qiblagoh xonaqoh qarovsiz bir ahvolda ermish. Hujralari zax erkan, ayozlab qolishdan o'zi asrasin. Shayx Samariddinning iltijodan bo'g'riqib ketgan betiga razm soldi. Hali 40 ham kirmagan bu yigit Sulton Sanjarning tug'ishganlaridan edi. Qaddi raso, ko'zlari tiyrak. Dovqur bu hokimning nimasidir shayxga xush keladi. Insofimi, farosatimi, yoxud hol ilmini qol ilmidan kam ko'rmasligimi? Har nechuk Samariddin to hanuz Shayx ul Mashoyixdan achchiq tazyiq gap eshitmagan. Uning chehrasida go'daklarda bo'ladigan bir iliqlik, mas'umlik barqurib turardi. Shayx olis yo'lda obdon toliqqan, vujudi istirohat istardi. Hokimga qarab murtidan iljaydi. Sazangiz sinmasin, yo'l boshlang. Samariddin biladi. Shayx hukamoyu umaro dasturxonini yoqtirmaydi. Shu bois u bizning iltimos ham yerda qolar deb qo'rqqan edi. Piri Komilning ro'yxushligini eshitib 70 tomiri erib ketdi. Minnatdormiz hazratim, iloyo zohidlarning Ka'basi bo'lib. Shayx qarasa, hokim madhu sanoni ko'pirtiradigan. Uning gapini kesdi. Ot keltiring, o'g'lim. Darhol shayx oldiga yumshoq egar jabduq urilgan saman yo'rg'ani ko'ndalang qildilar. Boboqul bismillah deb pirning qo'ltig'idan oldi. Shayx ila hokim, ortlardan hazratning xos mahramlari, muridlar, Sobron ulamolari qasaba sari yuribdilar. Samariddin piri murshidga atab 12 qanotli oq o'tov tiktirgan edi. O'tov atrofida o'nlab odam kuymalanar, doshqozonlar vaqirlab qaynar, bir gazlik kumush qumg'onlardan ko'kka oqish tutun o'rmalar. Barcha avliyolar sarvarning qadamiga intiq edi. Shayx ul Mashoyixning hasht hashamni yoqtirmasligini Samariddin yaxshi bilardi. Shul vajdan u o'tovni ortiqcha bezattirmadi. Tilla kumush buyumlaru shoyi ipak jihozlardan xoli qildi. Yerga odmi turkman gilamlari yozilgan, o'rtada doshqozondek manqalda saksovul cho'g'i porillab turibdi. Ichkari issiq, fayzli, chor atrofdan mushki anbar bilan rayhon isi anqiydi. Sultonul Orifin yo'l boshlab ichkari o'tdi. Ortidan hokim Samariddin, Sulaymon, Boboqul, Qutbiddin, Sobron ulamoyi oqsoqollari o'tovga qadam ranjida qildilar. Shayx to'rga o'tib, adras ko'rpachiga chordana qurdi. Jamoa har cho'kkandan so'ng qo'llarini duoga ochdi. Iloha omin. Vaqqurabni anzilni munzalan mubarakan va anta xayrul munzilin. Ey Xalloqi olam, menga shunday manzil bergilki, u menga va manzil egasiga muborak bo'lsin. Sen yaxshi manzil berguvchisan. Allohu akbar. Jamoat baravar yuzlariga fotiha tortdi. Hokim dast o'rnidan turib qulluq qildi. Inshaalloh pirim, qudsiy nafaslardan bahramand bo'ldik. O'ziga shukr. Sobron ulamolari Samariddinning so'zlarini ilib ketishdi. Shariat birla tariqatning hodisini xush ko'rdik, shayxim. Jamiki muslimot muqtadosidan ayrilib sag'ir bo'lar erdi. Allohim yuzimizni yorug' qildi. Sultonimning amr ma'ruflarini sog'indik. Jon quloqimiz anga mushtoqdir. Shayx bu takalluflarning qaysi biri chin, qaysi biri riyo ekanligini sezib o'ltirardi. Mehmonlarning izzati uchun ohista bosh qimirlatib qo'ydi. Madhu sanoyimiz qoziyul hojatga bo'lsin. Va alaykum assalom
va rahmatullohi va barakotuh. Shu bilan xush ko'rdik tamom bo'lib, dasturxonga noz-ne'matlar tortila boshlandi. Bakovullar katta barkashlarda kiyik go'shti, kaklik dimlamasi, o'rik sharbati, buxoriy qandolatlar, qimiz, qimronni uzuqsiz keltirib turishibdi. Hazrat o'rik sharbatidan 2 qultum ho'pladi. Sutli patirdan bir tishlam yedi. Go'shtga qo'l urmadi. U azaldan kam tomoq edi. O'tov atrofida junjikib o'tirgan muridlarning tovushi eshitilib turardi. Ular go'yo noyob xazinani qo'riqlayotgan soqchilardek o'tovni qurshab olishgan, Piri Murshidni tag'in bir karra ko'rish umidida edilar. Shayx Samariddinga boqib, o'tov sirtiga ishora qildi. Ayting, alargada ulush bersinlar. Hokim eshikda amr kutib turgan bakovul boshiga im qoqdi. Ahli jamoaga tomoq bering, mo'l-mo'l bering. Bakovul boshi orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Mehmondorchilik poyoniga yetdi. Shayxning yo'ldoshlari asr namozini ado etgani yondosh o'tovga yo'l oldilar. Ibodat tugadi. Mehmonlar tarqaldi. Namozgohda shayx ila Samariddin yakkama-yakka qoldilar. Pirning hokimga aytar so'zi bor edi. Buni Samariddin fahmlab o'tirar, shu bois mudarris oldidagi tolibi ilmdek yerdan ko'z uzmay sukut saqlardi. 4 yildirki u Sobron muzofotiga voliylik qiladi. Muzofot ajabtovur keng hudud edi. Bu yog'i To'rtko'l mavzesi, Qoratog' ortidagi dashtu biyobon, bu yog'i Jankent va Hazor bo'yidagi G'azzola atalmish yerlar ana shu Samariddin ixtiyorida. Qorachiq, Iqon, Qarnoq, Sig'noq singari kentlarda meva-cheva unsa, bepoyon yaylovlar chorvachilik makoni edi. Xullas, Sobron muzofotidagilar yo'qchilik jafosini tortmasalar bo'lardi. Ammo qorni to'qdan ko'ra noni yo'q xalq ziyoda edi. Buni Samariddin ham bilar, o'zicha chora izlab topolmasdi. U Sulton Sanjar tag'oyisiga o'xshagan ko'ngilchan bir yigit edi. Birovning nonini tuya qilib yurgan muttahamni jazolash o'rniga unga pan-nasihat qilishni afzal deb bilardi. Nasihat, tanbeh ila o'g'ri o'lsa ham to'g'ri bo'lmasligini anglamas, anglasa-da kechirar edi. Shayx hokimning bu qusurini sezardi. Vale bu tavozeli yigitning dasturxondan oyoq uzmay turib, unga qattiq quruq gapirishni istamadi. Muloyimlik ila raiyatning ahvoli nechuk deb so'radi. Samariddin shayxdan aynan shu savolni kutib o'tirib edi. Javobini ham hozirlab qo'ygan. Shundoq bo'lsa-da, u bir nafas jim qoldi. O'q tortib tilga kirdi. Biz raiyatning qursog'ini to'ydirish g'amidamiz. Sa'y harakat qilayotirmiz, pirim. Och odamning qursog'ini to'ydirish uchun to'q odamlarning nafsini tiyish darkor. O'tin chopganniki, non yopganniki bo'lgani ma'qul. Hokim xalqning otasi. Bas, farzandlari non deb yig'lab tursa, otaning ko'ziga uyqu kelgaymi? El ulusdan eshitdik. Oliq-soliq haddan ziyoda bo'libdir. Tanob puli, tegirmon puli, o'lpon, askar puli, zakot, taxti joy puli, yaksara, qo'sh puli, jon solig'i, ushur, fitr. Sanoqqa ikkala panjangizning barmoqlari yetmaydir. Bu ne bedodlik? Samariddin pirim deb og'iz ochgan edi, shayx uning lafzini kesib davom etdi. Zakot to'lagan kishidan ushur ham talab etmoq insofdanmi, o'g'lim? Jon solig'i nimasi? Jonni Xudoyi taolo bergan. Shukrona aytilsa kifoyadir.
qozon qaynatding deb tutun puli undirganlari nimasi? Bechora notavonning qora qozoni qaynamasinmi? Yil 12 oy zog'ora non kavshab o'tirsinmi? Pirim, yaksarani bekor qilmoq darkor. Yaksara qoramoldan olinadigan soliq. Navzambillo. Uyida mol boqib, go'daklarning og'zini oqartirgan uy egasi gunohkor emish. Tomorqasida 4 juft yog'och ko'kartirib, mevasini sotgan bobonga tanob puli yetmaganday, qo'sh puli ham solinibdi. Qo'sh puli tomorqa uchun to'lanadigan soliq. Mol boqib, sutini ichmasa, hovlisiga 2 jo'yak sabzi piyoz ekolmasa, u qandoq dehqon u qandoq bog'bon bo'ldi. Samariddin koshki ixtiyor bizda bo'lsa edi, pirim, deya o'zini oqlamoqchi edi. Shayx tovushini bir parda pasaytirib maslahat berdi. Samarqandga, Sulton Mahmudxonga noma biting. Yaksarani bekor qilsin. Ekin ekiladigan tomorqadan qo'sh puli olinmasin. Qancha xiroj bo'lsa, mol dunyosi oshib-toshib yotganlar to'lasin. Yo'q yuqa xalqning nasibasiga chang solinmasin. Shayximizning irodasi shul deng. Uqdingizmi o'g'lim? Samariddin qo'lini ko'ksiga qo'yib bosh egdi. Shayx bugun o'ziga peshvoz chiqqan Sobron ahli birla yuz ko'rishmakni o'ylab qo'ygan edi. Hokimga tayinladi. Ahli sunna val jamoaga yetkazing. Juma kuni namoz digardan so'ng alarga aytar so'zimiz bor. Endi bizga ijozat. Xobxonaga o'taylik. Shom bo'libdir. Samariddin suhbatning bu qadar yengil ko'chganiga mamnun bo'lib, Piri Murshidni xos xonasiga kuzatdi.